Bu videoda bizlar qishloq topish usullaridan 3 tasini sizlarga tanishtirib chiqamiz. Buning uchun biz play tugmasini bosamiz. Keyin burchakda turgan nav tugmachasi bo'ladi. O'shani bitta bossangiz, keyin yana o'sha burchakda turgan advanced tugmasini bosib, seedga 455 deb yozasizda, donani bosib o'yin yaratasiz. Shunda bu yerda juda katta qishloq. Mana. Bu yerda kompot uyi bo'ladi. Bu kompot uyida bitta temir qilich, 2 ta olma, bitta non, keyin 11 15 20 ta baqlajon bo'ladi. Mana. Juda katta qishloq. Ikkinchisiga ko'rib o'tamiz. Uning uchun ham xuddi shunday qilamizda, seedga 3 ta haq yozasizlar. 1 2 3 ta. 3 ta yozib, donani bosib o'yin yaratasizlar. Bunda mana. Bunda 2 ta qishloq yonma-yon turadi. Birinchi kompot uyida 3 ta zumrad, bitta kerka, 4 ta temir va 7 ta obsidian bo'ladi. Ikkinchisida esa 6 ta obsidian, 3 ta non, keyin 15 ta baqlajon bo'ladi. Mana. 2 ta yonma-yon turadi. Uchinchisi qishloq uchun yana xuddi nima qilasizki, seedga COVID-19 deb yozib o'yin yaratasizlar. Shunda mana qishloq. Lekin kompot uy bo'lmaydi. Kichkina qishloq. Yetilla bo'ladi. Agar sizga uy kerak bo'lsa, mana shunaqa uylar dasni olib qo'yib, mana o'zingiz uy qilib olsangiz bo'ladi. O'zingizga. Videomiz tugadi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.